Kelesdan gapiramiz. Kelesda qurib sotadigan okalarning diqqatiga sizlarga ishkalat narsa topib qo'yganman. 5 sotu ugiloviga tushgan. Hozir shu joyimizni sizlarga bitta video obzor qilib beraman, ko'ringlar. Ko'chalarni qaranglar, asfalt qilingan. Fasadimiz shotdan boshlanadi va shotda tugaydi. Uyimizning yoni tarafi 16 metrga 70 bo'lsa, bu yoq tarafi 34 ga 70 ekan. Uyimizning bu rakusdan ko'rinishi. Xonadonimizda ikkita darvozasi bo'lib, bittasi garajga mashina qo'yish uchun. Bu asosiy eshik. Asosiy eshikdan kirganimizda hozir hovlini ko'ramiz. Xo'sh, mana hovlini ko'ryapsizlar. Umumiy 12 ta xonasi bor. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Eng qizig'i kanalizatsiyasi ham bor ekan bu yerda. Toshkent tumani Kelesda joylashgan 5 sotu ugiloviga tushgan. Razmerlarini eslatib o'taman. 34 metrga 17 metr. Qurib sotishga ham, katta ish qilasam hammasiga zo'r. Kelib bemalol yashasanglar ham bo'ladi. Ushbu joyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 165 ming dollar deyilyapti, kelishadigan joyi bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi, kelib baraka qilamiz.